Ay, şu kars keliniz shunday barakali keldi-da. Kelgandan beri uydan qotqimizga chiqmay qoldi. Importni kelindi, barakasi ham importni bo'ladi. Ya, opa bunimiz armiyaga ketaman deyapti-ku. Voy, yo'pa, anyasiniga. Anyasi o bitesa. Menga bunday qilib tur deyapti, bir jag'li qilib qo'yaman hozir. Yo'q, mana o sevgi degani. Armiyaga emas, bitisi muxlisiman, armiysiman deyapti ekan. Bitesi nima u, pochtami? Yo, uylangan bo'ladi deb ajrashgandan tovdingizmi? Bor, yashayver, shu bitesi kek bilan yashayver. Ha, Mingro bitis bu qo'shiq aytadigan gruppa-ku mana. Qani? Ha, bu Sitaraga o'xshagan bitta guruh ekanda. Bo'ldi? Voy, o'lgan odam yetib aytib bo'lmaydi. Bechara yaxshi odam deyiladi. Menga qarasang, Karsaga Koreyaga viza abrillasin, so'qqan bo'lsamiz. Yo'q, pasolni tanımayman. Ha, yo'q. Men hamma karslar bir xil bo'lganiga qarindoshlarmi deb o'ylab qoldim. Ya, hadinazanga lechini olyapsizmi? Bilmasam, akangizni bir uyga jamoq solaman deb inayib so'rab chiquvdim. Mana kars xotiningiz noto'g'ri tushundimi, inani betimga tiqib qo'ydi. Inan betiga tiqaman deb mengacha sog'lig'ini. Voy, inani. Hayanga shamollashlarimiz oladi-da. Uy, onam tirik bo'lgan 5 kunlarni ko'rmasmidi. Yo, onasi o'lgan? Ya, tushuntirdim-ku, o'lgan odamga bechara yaxshi odam edi deyiladi. Halimjonim. Oqshomlar 100 ta so'z o'rgatdim. Faqat jonim esda qolibdi, qara. Aya, kars kelinlar ovqatni zo'r qiladi-da. Haqiqatda suyaklari ham hil bo'lib ketdi, aya. To'zik, moh. Bechara, yaxshi kichik edi.